Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda ekranda ko'rib turgan barcha turdagi texnikalaringni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Past tarafda ko'rib turgan kafil kesadigan apparatlaringni 80ligini har xil modellaridan hamda 1 metrlik, 120lik variantlaridan do'konimizga yetib keldi. Bu kafil kesadigan apparatlarimiz lazerli variantlarda bo'ladi. Eramax, Stexa, Ubbay brendiga tegishli apparatlarimiz xohlagan brendlaringdan kelib tanlab olib ketsalaring bo'laveradi. Uni tepasida Mirolis brendidan vibramotorlarimiz 0.25 kilovatdan boshlab 3 kilovatgacha bo'lgan vibramotorlarimizdan mavjud. Unga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bularni ham 220 ga ishlaydigan hamda 380 volt tokka ishlaydigan variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Ko'pchilik akalarimiz so'raydigan devorlarimizni, betonlarimizni, plitalarimizni kesadigan apparatlarimizdan ham yetib kelgan 15 santimetrlik diskli balgaka sifat reduktori katta, motori katta variantlarda hamda 30 santimetrlik kalsoli variantlarda ikki xil variantidan mavjud hamda eng kattasi Uragan brendiga tegishli 40 santimetrgacha beton devorlarimizni kesadigan apparatimiz. Reduktorlari ham katta bo'ladi. Motorlari 8.5 kilovat motorlar bilan jihozlangan. Apparatlarimizda har birini ichidan o'zini suv nasozlari, ключlari, suv filtrlari, suv shilankalari, garantiya qog'ozlari chiqadi. Apparatlarimizga 6 oydan garantiya yozib beriladi. Bunga qo'shib xarid qilish uchun beton teshadigan apparatlarimizdan ham yetib kelgan Madebar brendiga hamda Jexo brendiga tegishli 3000 vatli beton teshadigan apparatlarimiz hamda koronkalaridan ham alohida sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Bemalol qo'shib arzon narxlarda xarid qilsalaring bo'laveradi. Menga kichikroq kerak, kichikroq diametrlarda teshiklarni ochaman degan akalarimiz uchun mana ruchnoylardan olib kelib qo'yganmiz. Beton teshadigan apparatimizni 50lik razmergacha bo'lgan betonlarimizni, devorlarimizni teshib berishga mo'ljallangan. Shlipovka apparatlarimizda 1 kilovatlik hamda 800 vatlik motorlar bilan jihozlangan variantlardan yetib kelgan Baykal brendiga tegishli hamda Makita brendiga tegishli shlipovchniy apparatlarimiz bo'ladi. O'zini komplektlarida ochkilari, o'zini najdak qog'ozlari, uzaytiradigan trubkalarigacha chiqadi. Bemalol arzon narxlarda qo'shib xarid qilsalaring bo'laveradi. Peter brendidan original relsli tafsovka apparatlarimizdan yetib kelgan 2.5 kilovat motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zini disklarini diametri 255 mm bo'ladi. Ko'rib turgan texnikalaringni kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilaveramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bizning video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Texnikalarimizni ishlash jarayonlarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, profilimizga o'tsalaring, har bir ishlash jarayonlarini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ko'rib foydalansalaring bo'laveradi.